Assalomu alaykum Uyg'ur radiosining aziz anglovchilari. Kitob o'qish sahifamizda Islom va ayol huzuringizlarda. Abdori Bayraktar Bayrakli, Tadbiriyay nashriyati. Ovozda Xadicha Uyg'ur. 8-qism. 7-tema ayolning miros ilish huquqi. 1400 necha yil ilgirki jamiyatlarni tekshirganimizda ayollar munosabatida zulm va ekspluatatsiya qilish darajasiga yetgan eng ro'shan tarafning ayollarni mirosdan mahrum qoldirish ekanligini ko'ramiz. Garchi ayol tirishib ishlasimi, lekin kirimdan nasibiga ega bo'la olmasligi hamda ota-onasi vafot bo'lgandan keyin mirosdan ulush ola olmasligi bu urf-odat va an'ananing mahsuli edi. Ayollarning iqtisodiy huquqdan mahrum qoldirilishi uningga pichilgan taqdir va uning ijtimoiy o'rni edi. Shu chaqlarda ayol deyilganda aqlga keladigan tunji xosliklarning biri uning miros va iqtisodiy huquqdan mahrum qilingan maxluq deb qaralishi edi. Qur'oni Karim bu jihatda zo'r inqilob qo'zg'ab, ayollarni iqtisodiy huquqqa ega qildi va buni zaruriyatga aylantirishni, shundaqla amalga oshirishni talab qildi. Biz bu jihatda Qur'on elib kelgan yangiliklarni tuvandagidek tushuntiramiz. Birinchi, mirosxo'rlik huquqini berish. Ayolning mirosdan oldigan ulushining barobar bo'lgan-bo'lmaganligi masalasini munozara qilishdan ilgari, mirosxo'rlik huquqi bo'lmagan ayolga bu huquqning berilishining o'zining bir inqilob bo'lganligi nazardan saqit qilinmasligi kerak. Qur'onning ayollarga miroslik huquqini berishi ma'lum ijtimoiy hodisani asos qiladi. Bu ish mundaq bo'lgan edi. Yo'ldishi qazo qilgan bir sahoba ayolning 5 qizi bor edi. Bu oilaning mirosxo'rlari marhum qoldirib ketgan mol-mulklarni miros ilish uchun kelgan. Natijada 5 qizning onasi Ummu Koha o'zini mirosdan mahrum qilmoqchi bo'lgan mirosxo'rlarni payg'ambar alayhisolamga shikoyat qilgan. Tabari Jamiul Bayon 4-jild 285-bet. Bu shikoyatga qudratlik Alloh. Agar ular 2 dan ortiq ayol bo'lsa, qolgan mirosning 3dan 2 qismi ularning. Nisa surasi 11-oyat degan oyatni tushirdi. Arab urf-odatida qizlar miros ola olmaydiganligi uchun ayolning tuqqanlarining ichidagi mirosxo'rlar butun mol-mulkni olmoqchi bo'lgan edi. Ammo hammaga qodir Alloh dodining mirosining 3dan 2 qismini qizlarga berdi. Bu oyat dunyo miros qonunida ilib berilgan inqilobga aylanib, ayollarning mol-mulk huquqining ul asos qilindi. Hammaga qodir Alloh yana Nisa surasining 11-oyatida agar mirosxo'r faqat bir qiz bo'lsa, mirosning yarmi uning deyish orqali oti bir erkak yoki qiz tuqqani bo'lmagan yolg'iz qiz oladigan miros miqdorini belgilab bergan. Erkak qeyrindish bo'lmagan 2 yoki uningdan ortiq qiz ayollarga mirosning 3dan 2 ulushi beriladi. Yolg'iz farzand bo'lgan qizga bo'lsa, mirosning yarmi taqsim qilinadi. Keyin Alloh yana onaning qazo qilgan bolasining mol-mulkiga mirosxo'r bo'la olmaydiganligini e'lon qildi. Shundaqla qiz navralarga mu miros haqqi berildi. Agar varislar ham ham ayol bir tuqqanlar bo'lsa, erga bir ulush, ayolga yarim ulush nisibi berildi. Nisa surasi 176-oyat. Ba'zilar Qur'onning bu hukmiga qarshi chiqib, ayolga ahamiyat berilmagan, sal qaralgan deb qaraydi. Ammo mirosning bu shaklda taqsim qilinishining adil ekanligini tuvandagidek tushuntirishga bo'ladi. Birinchi, agar oilada o'g'il ishlab oilaning boyligiga boylik qo'shsa, ya'ni u o'zining amgigini oila uchun sarf qilgan bo'lsa, ammo qiz ishlab tapovat qilmasa, o'g'ilga boshqacha muomala qilish tabiiy ahvol. Chunki bu yerdagi muhim masala mirosning vujudga kelishda sarf qilingan ajr amgak. Ikkinchi, agar ayol dadisi qoldirgan mirosdan yarim ulush, uning eri o'zining dadisidan to'liq bir ulush miros olsa, bu miros jami 1,5 ulush bo'ladi. Tilga ilingan erning hamshirisi yarim ulush, uning eri o'zining dadisidan to'liq bir ulush miros olganda, ular o'xshashla 1,5 ulush miros olgan bo'ladi. Shuning bilan barobarlik amalga oshadi. Uchinchi, tirikchilik yuki asosan kishining zimmasida bo'lg'achqa, bu xil usulda hukm qilingan bo'lishi mumkin. 4. Agar qarindishi mirosdan hamshirisi bilan o'xshash miqdorda, ya'ni ikkilislar bir ulushdan olsa, Qur'on buni cheklamaydi. Chunki Qur'on yuqori chekdan emas, balki eng tuban chekni belgilab bergan. Shundaqla bu yerdagi hukm barobarlikni maqsad qilgan. Buni tuvandagi oyatdan yakunlab chiqalaymiz. Ota-onasi va tuqqanlari qoldirgan mirosda erlarning nasibisi bo'lganidek, ota-onasi va tuqqanlari qoldirgan mirosda ayollarning nasibisi bor.
Miras az yoki ko'p bo'lsin, ayollarga bir ulush hissi ayriladi. Nisa surasi 7-oyat. Yuqoridagi oyatni diqqat bilan o'qigan vaqtimizda, oyatda onaning, ya'ni ayolning miros qoldiradiganligi tilga olingan. Demak, ayol miros ilib qolmay, yana mirosmi qoldiradi. Mundaqcha aytganda, Nisa surasining 12-oyatida kalola tilga ilingan bo'lakdiki, aka-uka yoki oila singillarning har biriga mirosdan oldidan bir hissa berildiganligi to'g'risidagi bayon, mirosning o'xshash miqdorda taqsim qilinsimi bo'ldiganligini yoki har ikki jinsga teng barobar ulush berishning Qur'onga zid emasligini ko'rsatib berdi. Shundaqla Baqara surasining 180-oyatida tilga ilingan vasiyat masalasi nazarda tutilganda, qaramoqqa ayollarning ziyniga bo'lganda ko'rilgan taqsimlash nisbatini bekor qilish yo'liningmi ochiq ekanligini aytishga bo'ladi. Biz Nisa surasining 12-oyati orqali bir ayolning qanday miros qoldira oladiganligining javobini beralaymiz. Bu oyat tuvandagidek. Erlərning tapavetidən özüge nesibi var, ayollarning tapavetidən özüge nesibisi var. Bu ayet orqali Qur'on yana ayollarning iqtisodiy sohadagi mustaqilligini qo'lga keltiradigan inqilobni amalga oshirgan. Agar bir ayol ishlab kirim qilsa, uning topgan puli o'ziga mansub bo'lib, uni elib ololmaydi. Bu sababdan ayol o'z oldiga sadiqa, xayr ihson qila oladi, zakot bera oladi va hajga bora oladi. Masalan, agar bir oilada dada yashinib qolgan, o'g'il qizlar birga ishlab birlikda pul topgan bo'lsa, ularning mirosxo'rlik huquqi teng barobar bo'ladi. Chunki yuqorqi oyat har kimga o'zining topgan ulushini qaytarib bergan. İnsaniyat o'tira asrda yashayotgan mazgildala Qur'on butun dunyoga ayollarning iqtisodiy mustaqillik va mirosxo'rlik huquqini jakarlagandi. Günümüzde zamonaviy qonunlar orqali belgilangan bu iqtisodiy haq huquqning o'lida Qur'on barpo qilgan haq huquq sistemasi yotadi. Qo'l ilki keng kishi o'zining boyligiga yarasha nafiqa bersin. Rizqi tor kishimu Allohning o'dinga berganiga yarasha bersin. Taloq surasi 7-oyat. Qur'on eridan ajrashib ketgan ayolning turmushiga kafolat qilish uchun uningga eridan nafiqa elish huquqini belgilagan bo'lib, bu huquq kunimizda davomlashmoqda. 8-tema ayollar va xizmat hayoti. Islom demak ayollarni to'rt tomning ichiga solab qo'yishdan iborat degan qarashni yaqilganlar din nomida tarqitilgan noto'g'ri fatvolarni asos qiladi. Amaliyotda bu xato fatvolarni berguvchilar dinga xiyonat qilib, Allohga tuhmat qilgan. Tuanda biz Qur'onga asosan ayollarning ish xizmat hayoti bilan bo'lgan munosabatini mulohiza qilib o'taylik. Birinchi, ayol davlat hukmdori bo'la olamdi. Bir ayolning hokimiyat sistemasida hukmdor bo'la oladigan yoki bo'la olmaydiganligi masalasi musulmonlarni asrlardan buyon mashg'ul qilib kelgan bo'lib, bu masalada berilgan fatvolar islom diniga qartilgan, o'xshamagan va salbiy qarashlarning kelib chiqishiga sabab bo'ldi. Umuman qilib aytganda, ayollar hukmdor bo'la olmaydi yoki davlatni idora qilsa bo'lmaydi deb fatvo berganlar o'z qarashiga tuvandagi hadisni dalil qiladi. Ayol kishini o'ziga hukmdor qilgan qavm hargiz o'rnak topmaydi. Buxoriy qitan 81. Ulamolar bu hadisning to'g'riliq haqida jazman izlanishi kerak. Payg'ambar alayhissalomning bunday hadisni aytgan bo'lishi mumkin bu. O'z davrida davlat boshlig'i bo'lishni xohlaydigan bir ayol chiqqashqa mushundaq fatvo berganmi? Bu savollarga Namla surasidan javob berishga tirishimiz. U, ya'ni Sulaymon qushlarni ko'zdan kechirgandan keyin, "Menga nim bo'ldi? O'pibni ko'rmayman-ku, yoki u yo'qolib ketdimi? Uni cho'qim qattiq jazolayman yoki uni cho'qim bo'g'izlab tashlayman. Ya bo'lmasa cho'qim o'zini aqlaydigan ro'shan dalil keltirdi" dedi. Uzoq o'tmay o'pib keldi. U, "Men sen bilmagan ishni bildim. Men sana sabadin bir muhim xabar elib keldim. Men haqiqatan ularga bir ayolning podshohlik qilayotganligini ko'rdim. Uningga hamma narsa berilgan ekan. U cho'ng taxtda o'tirdi ekan" dedi. Naml surasi 20-23-oyatlar. Sulaymon: "Sen rostavatamsan? Yo yolg'onmi? Qaraymiz. Bu xatimni ilib berib ularga tashlag'in. Ondan ulardan neriroq turg'in. Ularning qanday javob qaytarganligiga qarag'in" dedi. U Saba podshohi: "Ey ulug'lar, menga haqiqatan Sulaymondan bir parcha qimmatli xat keldi" dedi. Naml surasi 27-29-oyatlar. U Saba podshohi:
Ey ulug'lar, mening bu ishimda maslahat beringlar. Sizlarni ustida qo'ymay turib hech ishni bekitganim yo'q, dedi. Ular, biz kuchlik va jangovarmiz. Sening ixtiyoringda. Nimaga buyuradiganligingni o'zing qaror qilgin, deyishdi. Naml surasi 32-33 oyatlar. Allohning bu tarixiy hodisani bizga nima uchun aytib berganligining sabablarini tuvandagidek tizib chiqishga bo'ladi. Birinchi, Hazrat Sulaymon qushlarning tilini bilatdi. İnsaniyat Hazreti Sulaymanның bu möcüzəsini əməli turmuşqa tətbiqlab, kelgüsdə qushlar bilan paranglashishni va ularni ishlatishni o'rgatadi. İkinci, ayol kishi davlat hukmdori bo'lgan. Shundaqla bugungi ma'nodagi demokratik qimmat qarashi bo'yicha davlatni boshqargan. Yuqoridagi oyatda tilga ilingandek bir masala haqida qaror chiqarishdan ilgari u o'zining alamdor va qalamdor sarkardalari bilan kengashgan. Ya'ni u mustabid va munozir xohlamaydigan rahbar bo'lish andisini qo'llanmagan, balki davlat boshqarishda kengash qilish usulini qo'llangan. Üçüncü, siyosatga mas'ul bo'lmaganlar uningga davlatning boshqa ishlariga aralashmaydiganligini uqtirdi. Oyatdan ko'rilishga bo'ladiki, Alloh Bilqisning podshohligini, ya'ni davlat boshqarishni rad qilmadi. Undaqda davlatni izzat hurmati bilan boshqaradigan ayolga, agar u davlat boshqarishga loyiq bo'lsa, biz qadaqmi uningga davlatni idora qilish huquq salohiyating yo'q, sen qila olmaysan, deyalaymiz. Qadaq bo'lib, din nomidan bundaq fatvoni beralaymiz. Shubhisizki, Qur'on idora qilish, boshqarish masalasida jins farqini emas, qobiliyatni shart qiladi. Shubhisizki, Alloh sizlarga omonatni ishni ahliga topshirishni buyuruydi. Nisa surasi 58-oyat. Demak, boshqarishda jins farqi emas, balki iqtidorlik bo'lish shart qilindi. Ikkinchi, ayollarning saylash huquqi bormi? 1400 necha yil ilgari Qur'on ayollarga saylash huquqi bergan. İnsaniyat o'ttara asr hayotini boshdan o'tkazayotgan, shundaqla ayollarga hech qanday huquq bermagan bir vaqtda Qur'on yana ayollarga davlatni boshqaradigan, kishini saylash, belgilash huquqini berdi. Shunday qilib, ayollar saylamda bilet tashlash orqali hokimiyat, ya'ni boshqarishga qatnashqaydi. Ey nabiy, agar mo'min ayollar yaningga kelib, Allohga hech narsani sherik keltirmaslikka, o'g'irlik qilmaslikka, zina qilmaslikka, bolalarni o'ldirmaslikka, qo'li bilan buti orasida to'kbat paydo qilmaslik, ya'ni boshqalarning bolasini yolg'ondan erining bolasi qilib olmaslikka, sen buyurgan yaxshi ishlardan bosh tortmaslikka bay'at qilsa, sen ularga bay'at qilgin. Ular uchun Allohdan mag'firat tiligin. Shubhisizki, Alloh nihoyatda mag'firat qilguvchi va nihoyatda mehribon zot. Muhtahina surasi 12-oyat. Ma'lumki, insoniyat asrlardan keyin ondan Qur'onda tashabbus qilingan demokratik huquq va qimmat qarashiga ega bo'ldi. Mana bu dalil bizning naqadar ulug' dinga e'tiqod qilganligimizni ko'rsatib berdi. 3. Ayollar imom bo'lamdi. Rasulullah Qur'onni yodlagan ayolga, ya'ni hofiz bo'lgan ayolga imom bo'lish huquqini bergan. Ammo bu imomlik huquqi faqat uning oilasi bilan cheklandi. Payg'ambar alayhissalom sahobalardan bo'lgan Ummu va Roqining oilasidagilarga namozda imom bo'lishga ijozat bergan. Abu Davud Salat 592. 4. Ayol kishi urush qatnasi bo'lamdi. Ayolni itivatkil bo'lmaydi. Şunlaşqa u armiyada doktor və sestra bulalaydı. Sahabelərdən Rubba ismlik ayol Peyğəmbər əleyhissalam bilan birlikdə uruş qatnaşqan olub, o əsgərlərə su əkilib bergan. Ularını davalagan. Buxari Cihad 1074 və 1075. Rasulullahның qızı Fatimə Uhud jəngə qatnaşqan və dadısının yarısını davalagan. Bulardan görülüşki buludu ki, ayollar uruşda doktor və sestralıq bilan şoğullansa buludu. 5. Ayol kishi o'qituvchi bo'la olamdi. Payg'ambar Muhammad alayhissalomning ayoli sahobalarning o'qituvchisi edi. 4000 dan ortiq hadisni rivoyat qilgan Hazrati Oysha erlarga hadis o'rgatgan edi. Dinimiz ayollarning jamiyatning har qaysi sohalarida ijtimoiy faoliyatga aktiv qatnashishni va qilayotgan kasbini izzat hurmat bilan ado qilishni cheklamaydi. Şuna ba'zilar o'zining shaxsiy orzusi va ayollarga bo'lgan noto'g'ri pozitsiyasini qasddan fatvoga aylantirib olmaslik kerak. Chunki ayollar butkul insoniyatni tarbiyalash orqali kasblarning eng ulug'ini ado qilyotidi. Aziz radio anglovchi do'stlar, bu qitimli o'qishimiz mushagacha bo'ldi. Kelar qitimli o'qishimizni ko'rishaylik. Xayr xo'sh, Allohga omonat.
Turmuş atlı büyük makanın Çin güçsi bulbuli ayal Turmuş atlık büyük makanın Çin güçsi bulbuli ayal Üyüm balam deydu her zaman Yok onun da bihude hıyal Üyüm balam deydu her zaman Yok onun da bihude hıyal Bal tamçılar her bir sözüdin Şunça sözü könül asmini Küyer fakat bir yürek üçün Şunça sözü könül asmini Küyer fakat bir yürek üçün Pakız yaşar onun armeni Mihri deniz üzerine atvan Hayıl ana yer bilen asman Ömrümüzge menaber gücü Her bir ayal bizge bir mehman Bulsa ayal er üçün yülek Cesaretke dolgısı jürek Köz yaşını körmeyli fakat Her bir ayal ayılış kirek Göz yaşını görmeyli fakat Her bir ayal ayılış kirek Göz yaşını görmeyli fakat Her bir ayal ayılış kirek